O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi O'simlik moddalari kimyosi instituti olimlari tomonidan mahalliy o'simliklarning suvda eruvchi polisaxaridlari asosida ekologik toza, to'liq bioparchalanadigan plyonkalar olishning yangi optimal retsepturasi ishlab chiqildi. Mazkur ishlanma plastik chiqindilar bilan bog'liq ekologik muammolarni kamaytirishda muhim ilmiy amaliy yechim hisoblanadi. Sir emas, odatiy polietilen plyonkalarning ekologiya uchun ma'lum miqdorda zarari bor. Uning yer ostida chirishi uchun ham bir necha 10 yilliklar talab etiladi. Ushbu plyonkalar tashqi ko'rinishi va mexanik xossalari jihatdan sintetik polietilen plyonkalarga o'xshash bo'lsa-da, tabiat uchun xavfsiz. Tuproq va suv muhitida oson parchalanib, atrof muhitga zarar yetkazmaydi. Mazkur yangi innovatsion ishlanmadan oziq-ovqat mahsulotlarini qadoqlashda foydalanish mumkin. Bu ishlanmalar hozir to'g'ri butun dunyo bo'yicha kraxmal asosida, alginatlar asosida, pektinlar, hitin, hitazanlar asosida mana shu tibbiy bioparchalanuvchi bioplyonkalar ishlab chiqiladi. Olgan bioplyonkamizda yillar davomida, ancha yillardan beri bu ilmiy izlanishlarni olib borayotgan edik. Mana bu plyonkalarimiz tuproqqa tushganda o'zi tabiiy shu mikroorganizmlar yordamida, zamburug'lar, hasharotlar yordamida parchalanadi. Mana bu parchalanganda oligomer, monomerlarga parchalanib ketadi. Bu plyonkalarni olishda bir necha yillar davomida retsepturasi yaratildi. Avvalambor bu shaffof bo'lgan plyonkalar olishga harakat qildik. Ularning fizik mexanik xossalarini o'rgandik. Hozir sintetik albatta plyonkalardan sal bo'lsa-da farq qiladi, lekin ularga o'xshash, faqat farqi bu 100% tabiiy polisaxaridlardan tashkil topgan plyonka hisoblanadi. Mutaxassislar fikricha, mazkur ilmiy ishlanma plastik chiqindilar bilan bog'liq ekologik muammolarni kamaytirishga xizmat qilishi, shuningdek, yashil iqtisodiyotni rivojlantirishga omil bo'lishi aytilmoqda. Hozirda bu ilmiy ishlanma texnik sinovlardan muvaffaqiyatli o'tgan. Bu plyonkalarimiz mana bu ko'rinishda yumshoq, mana egiluvchan plyonkalar bo'ladi. Mana hozir shaffofligi shu darajaga yetgan plyonkalar oldik. Mana yana shaffof plyonkalar olishga erishdik. Mana shularning retsepturasi yaratildi. Asosiy yengilligi bu umuman boshqa polisaxaridlar, o'zimizda o'sadigan o'simlikning urug'idan olingan polisaxarid hisoblanadi. Bu bir tomondan ham bu areal zaxirasi o'simlikni yetarli. Ikkinchi tomondan mana shu o'simlikdan olinadigan hozir O'zbekistonda ham olimlar bu borasida ilmiy izlanishlar olib borishyapti. Hitinlar asosida plyonkalar yaratishgan. Chirishi bir oyning ichida 30-40% gacha bu polisaxarid suvda parchalanib chirib ketadi. Chiqindi tashlaganda ham o'sha quyosh nuri ta'sirida suvda erib ketadi. Hozir buni faqat egiluvchanligi, mana shu fizik mexanik xossalarda muvaffaqiyatli o'tgani, egiluvchanligi, deformatsiyalanishi, mustahkamligini o'rganganmiz. Muhimi, bioparchalanuvchi plyonka mamlakatimiz uchun yangilik bo'ldi. Dunyo miqyosida bu singari ilmiy ishlanmalar ham mavjud. Biroq mazkur yangilik esa mahalliy sharoitga mosligi bilan ahamiyatlidir. Hozir bu yo'nalishda ko'plab olimlar ham ishlashyapti, lekin bizda boshqa o'ziga o'xshash bo'lgan biopolimerlardan farqi, bioplyonkalardan farqi, bizda o'sha granula olib biomaterialdan oldin granula olib o'tirish hojati yo'q. Ya'ni o'sha eritma holda tayyorlanadi. Eritmadan plyonka ko'rinishiga o'tkaziladi. Bundan tashqari olingan plyonkalarimiz nafaqat oziq-ovqat sanoatida, qoplamalar, farmatsevtika sohasida, shu bilan birga gemostatik salfetkalar, qoplamalar, yaralarni tez bitkazuvchi sifatida ham foydalanish mumkin. Fanlar Akademiyasi O'simlik moddalari kimyosi instituti olimlari bioparchalanuvchi plyonkani tibbiyot tizimida ham foydalanishi borasida tadqiqotlarni boshlab yuborishgan. Ya'ni yara va shikastlanishlarda qon to'xtatish vazifasida foydalanishi borasida ilmiy ishlar olib borilayotgan ekan. Mazkur ixtiro yanada takomillashtirilgan holda amaliyotga joriy qilinsa, kutilgan natijaga erishishda muhim omil bo'lib xizmat qiladi. Rustam Rustamov, Avaz Xolmominov, Poytaxt.